Nima deding? 3 yil oldin o'zi niyatim bor edi. Pastkashlik qilyotgandim. Bu yilga qilmasam bo'lmasdi. Akamga deb bu yil boshqacha niyat qildim. Nasib qildi-da mana shu yil. Nima qilyalik bu endi? Uyalmaydi. Avri. Xullas 3 tami 4 ta niyatini sanab berdi-da, erishganlarini aytdi. Keyin ustozimga oxirgi chiqqan modelni olib beraman deb niyat qilgan edim deb man qaradim. Nima qilsa? Mazami? Ozod menga 17 Pro Max sovg'a qildi. 512 talik. Ishonsizlar? Sizlarga ham shunaqa ukalar nasib qilsa. Bu nima deydi, aytsan-ku, ustozimga deb niyat qilgan edim. Sen bilan ustoz shogirdlik o'tib ketganda, baribir yo'q o'sha aka-ukachilikda silishgan. Akamga olib beraman deb niyat qilgan ekanman. Neriyamida, doim aytaman-ku, ota boshqa, ona boshqa, lekin qondosh aka-ukalarda.